Urganch shahrimizda eng zo'r kvartira sotib chiqdi. Do'stlar, yaqinlar o'ylashib kuzatishni davom etinglar. Like'larni bosib beringlar. Qo'ldan kelgancha obzorni qilamiz. Koridorimiz girish qismida ikkili eshiklar high-tech uslubida maksimalniy dizaynerskiy ishlangan joy. Bir yandan kuzatib boramiz. Do'stlar, like'larni bosinglar, hamisha so'raymiz. Studiyaning formatda bu joyimiz. Ko'rib turganingizdek, barcha sharoit maksimalniy условия kelinbilarimiz uchun. Bu yerda yana kuxnyasi bo'ladi, mягкий mebellar, bir de televizorniy zonamiz. В общем, dizaynina gap yo'q. Yurtdoshlar konditsioneri, perdalari sizlar bilan yana Olmani deb gaplashadigan joyimiz. Ko'rib turganingizdek, lyustralar, потолокный dizayni, bir de раскладной oynalari mehnati uchun do'stlar, shuning ajoyib stil uchun like'larni bosinglar, bir de garderobniy bo'ladi. Hozir bu yerda zo'r narsalar kutib turibdi. Kuzatishni davom etinglar. Garderobniga kiradigan bo'lsak, bu yerda yana taratma polka shkaflari, kirmashin, so'ni isitish qozonlari. Yurtdoshlar, televizorniy zona, televizor, smart TV, arkasidan dekorativniy ishlangan chiroyli shunday tartma polkalar, suvenirniy, knижный, в общем, kuxnya tomon o'tadigan bo'lsak, kuxnyada до потолка ishlangan, bu yerda fartuqlari, посудомоющий, gazi bor do'stlar, и выпечка uchun pechlar ham bor. Bu yerda yana o'tirib, barni stoyka deydimi, nima deydimi? Европейский стиль, в общем, bu tomonimizda konditsioner, холодильник do'stlar. Настенник котеллari bu yerda. Ko'rib turganingizdek, teplый pol upravleniyalar, kollektorlar shu yerdan ketgan ekan. Koridor bo'yicha ko'rib turganingizdek, dizayni. Like'ni so'raydik, kartinkalar, bravo, потолоклар ham chiroyli podsvetkalar qilingan. Sanuzol, bir yandan endi tomosha qiling do'stlar. Da потолка chiroyli, shunday stilniy dizaynda kafelar urilgan. Bu yerda polotensosушитель, zanglamaydigan ajoyib sifatli qimmatbaho rakovinamiz, oynalarimiz do'stlar, ko'rib turganingizdek. Bu yerda endi suv svet gazdan muammo yo'q, aytib o'tamiz. Так, смесителlar, dushovая kabina, и bir de bir ajoyib unitazlar ham ortib qo'yibdilar. Korpuslar ishlangan santexnik ishlar uchun. Bu yerda mana rakovinalari, do'stlar, ajoyib. Bolajonlar uchun bu yerda bizani bir mazza narsa kutib turibdi. Kelib, yashab bersalar bo'ldi inshaalloh farzandlaringiz. Mening do'stlar, kim uchun yashaymiz bu hayotda? Shu farzandlar uchun inshaalloh shunday sharoiti bilan joylarni olib, bolalarni bir yaxshi hayot обеспечить etib, shunday investitsiya kiritib olib berish hammaga nasib etsin. Bu yerda dars tayyorlash uchun ikki farzandda отдельный shkaf tartma polkalar, bu yerda yana knижный polkalar do'stlar, kartinkalar, stilli dizayni в общем zo'r. Umuman gap yo'q. Men dim qoladim, patologlar ham yarki svetlardan foydalangan, endi minimalizmda. Bu yerdan polkalar bor, bu yerda o'tirib свободный, kiyishlarni yechib, kurtkalarni, kiyimlarni veshilkadan nechini olib qo'yaverasizlar, xudo xolasa. Spalniy bunda родительский, ota-onalarning spalnisi keng bo'lsin deganlar uchun katta spalniy bo'lgan. Do'stlar, patologlar ham shunday chiroyli ishlangan katta spalniy garnitura, bir de shkaf ham da потолка turibdi qo'nib. Endi bu yerda dim ajoyib podsvetkalar, bir de svitilniklar ham bor ekan. Zo'r. Lyustralar alohida tema. Endi sifatli mebellar emas. Bu yerda kelinbilarimiz uchun bu narsa ham, kuxnya ham xullas. Like'ni bosinglar do'stlar, hamisha so'raymiz, shu joyimiz yaxshi insonlarga yetib borish uchun. Xudo xolasa, hammangiz yaxshi niyatda o'tiribsizlar. Alloh taoladan so'raymiz, duolaymiz. Ilohim, shu bizani podpischilarimizni bir chiroyli imoratlarga yetirsin, uy joylarga yetirsin. Bu yerda aytib o'tmoqmiz, живой gullar ham bor. Kartinkalar do'stlar. Alloh yetirsin, buyursin ilohim. Hammangizni yaxshi orzu istaklaringizni tilaymiz. Like'larni bosib o'tirganlaringiz sizlarga taalluqli. Rahmat katta. Omon bo'ling, narxini ekranda yozdik. Kuzatishni davom etamiz do'stlar. Sizlar uchun Xorazm uy joyi hamisha izlanishda. Podpisatsiya bosib qo'ying.